Assalomu alaykum. Husn va lohata tengi yo'q bo'lgan, qalbi pokiza bo'lgan, mehr muhabbatga boy bo'lgan aziz ayollar. Sizlarni bugungidek 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ayol bu mehrning timsoli, sabrning ma'nosi, oilaning chirog'i, hayotning eng go'zal bo'lgan bezab turguvchi mazmunidir. Sizlarning mehri to'la qalbingiz, ilohim, pok bo'lgan niyatlaringiz, sabr va toqatingiz doimo xonadonning fayzidir. Onalik mehr muhabbati, opa-singillikning g'amxo'rligi, ayollarga xos nozik qalbingiz dunyodagi eng go'zal bo'lgan his-tuyg'ulardan-da kuchlidir. Yanada go'zal hayotingiz nurafshon bo'lmoqligini tilakdoshiman. Allohim barchangizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, qalbingizda xotirjamlik, farzandlaringizni baxt va kamollarini ko'rib yashamoqlik nasib rozalagani bo'lsin. Har bir kuningiz bahorning go'zali bo'lgan alvon lolalar kabi mehr va muhabbat ulashib yashamoqlikdan aslo charchamasligingizni tilakdoshiman. Go'zal bo'lgan husningizni tabassum bezab tursin. O'ylagan har bir orzu niyatlaringizga Allohim bekami ko'z, inshaalloh ibodatlaringiz yili yetkazsin. Aziz ayollar, siz borsiz, hayot go'zaldir. Oila baxtlidir. Har biringizni bugungidek go'zal ayyom bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hayotingiz nurli va mazmunli bo'lgan lahzalarga boy bo'lsin. Bayramingiz bilan chin yurakdan qutlab tabriklab o'taman. Sizlarni juda ham yaxshi ko'rguvchi shu loyiha boshlovchisi, Shukrona tabrik loyihasi boshlovchisi Gulchehra Baxtiyorovna. Kuningiz yaxshi va mazmunli o'tsin azizlar. Siz o'zbek ayoli. Siz borki olamda mehr bor ziyo. Siz bilan hayotimiz bog'laridek go'zal. Sabr va matonatda tengsiz bir dunyo. Siz o'zbek ayoli bari go'zal. Kaftida tutib turar baxt beshigini. Xonadon nuridir, fayzu barokat, ochar saodatning har eshigini. Siz bilan butundir har bir mamlakat. Hayot timsoli. Siz bilan go'zal. Ibodan keyingi kelgan zarli bir libos hamisha matonatli hamda farosatli. Faqat o'zbegimning ayoliga xos. Yuzingizdan hech ham ketmasin kulgu. Bahordek tarovat tark etmasin hech. Siz olamda tengsizim men uchun aziz. Siz o'zbek ayoli bari go'zal. Azizlar, o'zbek ayoli samimiyligi bilan, zavq-u shavqi bilan, ochiq chehraligi bilan, mehmon do'stligi bilan, odob axloqi bilan, shavqona lutfi ila doimo hammadan ajralib turadi. O'zbek ayollari bugungi Xalqaro xotin-qizlar bayrami 8-mart bilan chin qalbimdan tabriklayman.